Assalomu alaykum, kanalimizni kuzatib borayotgan hurmatli kuzatuvchilarimiz. Bugun biz Farg'ona viloyati Rishton tumanidan eng brend ustalar, betonchi xizmat ko'rsatadigan ustalar akalarimiz to'plab qo'yganmiz. Ushbu xizmatlarimiz haqida to'liq sizlarga ma'lumotlarni berib o'tamiz. Rim ustunlari, fundament xizmatlari, seysmopoyez, rigel shunaqa xizmatlar ko'rsatib berishadi akalarimiz. Hozir bu yerda rim ustunini quyishib beryapti. Quyilish jarayonini sizlarga bitta ko'rsatib o'tamiz. Keyin yana bitta obyektimiz bor. U yerda bu bitgan jarayonlari bor. Bitgan jarayonlarni ham sizlarga qo'yib ko'rsatib beramiz. Usta akamiz bu haqida to'liq ma'lumotlarni berib o'tishadi. Unda biz boshladik. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, navbatdagi obyektimizga kelib oldik. Ushbu yerda nima xizmatlarni ko'rsatgan bo'lsa, to'liq ma'lumotini hozir Bobur akam ustamizdan ma'lumotlarni olamiz. Unda biz boshladik. Assalomu alaykum Bobur aka, charchamadingizmi? Qo'llaringiz dard ko'rmasin. Juda ham chiroyli chiqdi. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum aka, jimsiz? Rahmat. Ishlaringiz bo'lyapti? Bobur aka, bularimizni metri qanday bo'ladi xizmati? Buni pagonometr bo'ladi aka. Yerdan shu maychashgacha 1 metri 200 mingdan 300 minggacha bor aka. Buni razmeri har xil. Qo'llaringiz dard ko'rmasin. Juda ham chiroyli chiqibdi. Bobur aka, ushbu xonadonimizda yana nima xizmatlarni ko'rsatib bergansiz? Shu beton ishlari borki qilinganda aka. Jamiki beton ishi borki, ushbu xonadonimizda hamma ishini o'zingizning qo'lingizdan chiqqan, unday bo'lmasam biz boshladik. Bo'lmasa Bobur aka, fundamentlar haqida, beton xizmatlari qanday bo'ladi, nech puldan bo'ladi, to'liq ma'lumotni berib o'tsangiz. Buni aka podushkasi, pagonometri, tagida qoladigan, ya'ni tagida qoladigan podushkasi 70 mingdan olingan aka. Buni 70 ga 30 bo'lgan. 70 ga 30 bo'lgan. Bu ustidagisi 40 ga 50 bo'lgan aka. 40 ga 50. Unimizni metrimi qancha chiqadi? Buni 65 mingdan oldik aka. 65 mingdan. Ushbu xonadonimizda yana uch chetlardan ham ko'rinib turibdi. Juda ham chiroyli qilib ustunlarni qo'yib bergan ekansiz. Bunimizni metri qanchadan chiqadi Bobur aka? Bular ham 250 dan bo'lgan aka. 250 ming so'mdan bo'lgan. Bu tarafini ham ko'rsatib qo'yaylik. Juda ham chiroyli. Bobur aka, bu xonadonimizda steshkalargacha o'zlaringiz qilib bergansizlar, steshkalargacha qilingan. Bu tepada rigillarimiz, bular ham o'zlaringiz qilib bergansizlar. Rigillar ham. Rigillar o'zlaringizdan bo'lgan. Steshkalarimiz. Steshkamiz haqida ma'lumoti nech puldan chiqadi bu? Metr kvadratga chiqadimi? Kvadrati, kvadrati 30 ming, 35 mingdan bo'lyapti. Xonadonimizning ichkarisiga kirib boraylik. Ichkarida ham qilingan ishlarni ham bitta ma'lumotini berib o'ting. Steshkalarni ham bitta ko'rib o'zlaringiz baho berasizlar. Xudo xolasa juda ham chiroyli bo'lgan ekan. Juda ham chiroyli. Xonadonimiz ichkarisiga kirib borganimizda ana xonadonimizda kiraverish, ya'ni proxo'ja deydi. Proxo'jaga kiraverishlariga chiroyli qilib rim ustunlarni qilib berishgan. Bobur aka, zinalarigacha o'zingizdan bo'lgan, bu yerda? Zinalarni ham o'zimiz qilganmiz. Zinalarimiz qanaqa hisoblanadi? Zinalarimiz metriga shu yerdan 100 mingdan. 100 ming. Pog'onani metri hisoblanadi. Pog'onasi har bir pog'onani metriga hisob uriladi. Hisoblanadi, Bu misol uchun mana hozir kiraverishga rim ustunlarimiz qilingan ekan. Bularimizni metri qanday olinadi? Misol uchun tashqaridagi bo'yi balandida, bu kaltaroq ekan. Buni qanday bo'ladi? Bu ham shu noldan shu nimasigacha pagonometri 250 mingdan olingan. 250 mingdan olingan, qo'yilgan hammasi. Xonadonimiz ichkarilari ham ko'rinib turibdi. Steshkasigacha o'zingiz qilib bergansiz, steshkasigacha o'zimiz qilganmiz aka. Bobur aka, ushbu xonadonimiz lokatsiyasi qayerda joylashgan? Bu lokatsiyamiz aka Farg'ona viloyati Rishton tumanida bo'lgan aka. Xizmatlarimiz qayergacha bo'ladi? O'zbekiston bo'ylab aka. O'zbekiston bo'ylab. O'zbekiston bo'ylab. Bobur aka, ma'lumotlar uchun sizga rahmat. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, videolarimiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, videoga bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qolasizlar. Rahmat hamma uchun. Usta akamizning nomerini pastda qoldiryapmiz.